Bugun 2026-yil 7-may va Polyglot International School maktabining birinchi qavatli qurilishlari deyarli tugab qoldi. Va men ushbu maktabning asoschisi sifatida sizga Samarqand shahridagi eng katta va eng zamonaviy maktabda qurilishlar qanday davom etayotganligini ko'rsatmoqchiman. Demak, hozir ko'rib turganingizdek, maktabimizning qurilishlarini 80% deyarli bitib qolgan va hozirda biz maktabimizning hol qismida, ya'ni kirish qismida turibmiz. Demak, ushbu holning o'rtasida katta resepsiyon joylashgan bo'ladi va orqa tomonda esa aynan o'quvchilar va ularning ota-onalari uchun kichkina kafeteriya va katta kutubxonani ham joylashtirganmiz. Xabaringiz bor, biz bundan oldingi intervyularda ham aytib o'tganimizdek, bu maktab qurilishiga biz 5 yil davomida tayyorgarlik ko'rganmiz. Va aynan mana shu tayyorgarlikdan so'ng bu maktabni biz klassik stilda qurishga qaror qabul qildik. Chunki dunyodagi eng top universitetlar, xususan Harvard, Oxford va Cambridge kabi universitetlarda ham bunga o'xshash stil ishlatilgan. Va bu maktabda bitirgan har bir o'quvchi, har bir ota-ona bilimning naqadar qadrli ekanligini va uning salobatini albatta his qiladi. Demak, maktabimizning birinchi qavatida asosan administrativ xonalar hamda psixolog va tibbiyot xonalari bilan birgalikda fizika, biologiya, ximiya kabi fanlardan dunyodagi eng zamonaviy va yuqori texnologiyali laboratoriyalar ham joylashgan bo'ladi. U yerda o'quvchilarimiz bu fanlarni yanada chuqurroq o'rganib, kelajakda albatta o'z kashfiyotlarini qilishlariga zamin yaratmoqdamiz. Demak, hozir biz maktabimizning hovli qismida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, maktabimizda juda ham katta hovliga ega. Bu yerda albatta kelajakda bolalar uchun sport maydonchalari va o'yin maydonchalari joylashgan bo'ladi. Chunki aynan o'quvchilarimizning toza havoda vaqt o'tkazishlari ularning ertaga nafaqat bilimli, balki shu bilan birgalikda sog'lom bo'lib yetishiga ham zamin yaratadi deb ishonamiz. Shuningdek, juda ko'plab insonlar bizga savol berishmoqda, nima uchun maktab aynan bu lokatsiyada joylashganligini so'rashmoqda. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, bu maktab ochilishiga 5 yil davomida tayyorgarlik ko'rdik va dunyodagi eng top maktablarning joylashuvini, ularning infrastrukturasini o'rgandik va shu narsaga amin bo'ldikki, eng kuchli maktablar aynan shahar tashqarisida joylashgan. Va buning asosiy sababi shundaki, shahar tashqarisida albatta havo sifati ancha yaxshiroq bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, maktabimiz orqasida ham juda katta bog' joylashgan va kelajakda aynan ota-onalar bu maktabning havo sifatini Shvetsariyaning IQ Air datchiklari orqali o'zlari ham kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. Va bilasiz, aynan toza havoda o'qigan bolalarning yangi ma'lumotlarni qabul qilishi ancha osonroq bo'ladi. Hozirda biz Polyglot International School maktabining 5-qavatida turibmiz va biz bu binoni qurishda birinchi o'rinda albatta farzandlarimizning xavfsizligiga e'tibor berdik. Xususan, kelajakda albatta yong'in xavfsizligi jihatdan ham yoki seysmik xavfsizlik jihatdan ham bu bino nafaqat respublika standartlariga, balki jahon standartlariga to'liq javob beradi. Maktabimiz lokatsiyasi Samarqand Silk Road turistik majmuasidan 1 kilometr uzoqlikda joylashgan. Xohlovchi ota-onalar uchun albatta Mercedes Sprinter va school buslarda transport xizmatlari ham mavjud bo'ladi. Va ochiqni aytishim kerak, hozirgi kunda maktabimizda qiziqish juda ham yuqori bo'lmoqda va o'rinlar tez tugab qolmoqda. Agarda siz farzandingizni Polyglot International Schoolda o'qitmoqchi bo'lsangiz, vaqtliroq harakatni boshlashni tavsiya qilib qolardim.